Assalomu alaykum hurmatli kanalimizning obunachilari. Akalar, mana 1 gektar pomidorimiz, yarimi qizil, yarimi Rosevi Peak Paradise sorti. Mana hozir Peak Paradise yonidamiz akalar. Hurmatli dehqon akalarimiz, pomidorimizga baho berib o'tishingizni iltimos qilib qolgan bo'lardik. Biz bilgan, bilmagan narsalar haqida. Xo'p. Mana Xudoga shukr, yomon emas. Tugishlari. Mana akalar. Nima kam oziqada? Nima deysiz aka? Menimcha hammasi me'yorida ketyapti deb o'ylayapmiz. Endi yana ham eskidan dehqonchilikda ishlab yurgan akalarimizdan ko'mak so'rab qolamiz. Shtobi nimandir sezmayotgan bo'lsa yoki qanaqadir barglardan qarab aytsangiz, qanaqadir kasallik yo boshqa narsani biz sezmayapmiz hozircha. Galovkalari ham yaxshi. Ranglaridan qarab nimadir yetishmayotganini yoki hammasi yaxshi ketayotganligini eski dehqonlarimizdan kommentariyaga yozib ketishlarini iltimos qilib qolardik. Hammaga rahmat. Obuna bo'lamiz, podpiska bo'lamiz. Kimdir mana shunaqa teplitsa ishlariga shug'ullanib yurgan bo'lsa yoki shug'ullanishga qiziqsa ya endi shug'ullanmoqchi bo'lgan tanishlarga akalar ko'rganlar jo'natib qo'yamiz. Xudo xolasa bizning bu videomiz kimgadir qanaqadir foydasi tegsa biz bag'oyatda xursand bo'lamiz. Hammaga rahmat. Sog' bo'lamiz, salomat bo'lamiz.